Prezident Shavkat Mirziyoyev tashabbusi bilan Samarqand shahrida moturudiylik, bag'rikenglik, mo'tadillik va ma'rifat ta'limoti mavzuida xalqaro ilmiy-amaliy konferensiyasi tashkil etildi. Tadbirda 26 ta davlatdan yetuk mutafakkirlar, muftiylar va olimlar ishtirok etib, Imom Moturudiyning ilmiy merosi, moturudiylik ta'limotining bugungi kundagi dolzardligi yuzasidan fikr almashdi. Jarayonlar Ruxsora G'ofurova reportajida. Xalqaro konferensiya avvalida mamlakatimiz prezidentining tabrigi o'qib eshittirildi. O'z hayotini ana shunday ezgu ishga bag'ishlab kelayotgan siz azizlarga Imom Moturidiy va O'zbekiston zamiridan yetib chiqqan boshqa ulug' allomalarimizning boy ilmiy diniy merosini o'rganish yo'lidagi mashaqqatli mehnatingiz, izlanish va tadqiqotlaringiz uchun samimiy minnatdorlik bildirib, barchangizga sihat salomatlik, kelgusi faoliyatingizda yangi yutuqlar, konferensiya ishiga esa muvaffaqiyat tilayman. Anjuman davomida ishtirokchilar buyuk bobomiz Imom Moturudiyning ilmiy merosi, moturudiylik ta'limotining mohiyati va shu kabi muhim masalalarni muhokama qildilar. Xalqaro konferensiyada Misrning vaqf ishlari bo'yicha vaziri Imom Buxoriy hamda Abu Mansur Moturudiyga islom olamining ikki quyoshi deya ta'rif berdi. Darhaqiqat bu ikki buyuk ajdodimiz islom ta'limotini to'g'ri talqin etishda o'zining ulkan hissasini qo'shgan. Anjumanda moturudiyshinosi olimlar buni yana bir bor e'tirof etishdi. Imom Moturidiy xalqaro ilmiy tadqiqot markazida Imom Moturidiy Tavilot al-Qur'on asarini o'zbekcha asaga to'liq nashr etilmoqda va hozir nashrlar jarayonida. Bu o'zbek tilida 17 tom bo'ladi. Undan tashqari Imom Moturidiyning kitob At-Tavhid asari o'zbek tiliga tarjima qilindi. Shuningdek, Imom Moturidiy olimlarining bir qator asarlari o'rganilmoqda, tadqiqotlar olib borilmoqda. Maturidiyya ta'limoti bu mo'tadillik va bag'rikenglik ta'limoti bo'lib, bu haqiqiy musaffo islomni ifoda etadi. Hozirgi global vaziyatda maturidiylik ta'limoti biz uchun nihoyatda muhimdir. Sababi axloqiy tanazzulga va turli xil yod g'oyalardan saqlanishimiz uchun katta ahamiyat kasb etadi. Bugungi kunda O'zbekiston mamlakati rahbariyat tomonidan uyushtirilgan bu anjuman jekeli O'zbekiston uchun emas, balkim O'rta Osiyo xalqi uchun, O'rta Osiyo musulmonlari uchun bu o'ta bir ma'noli bir konferensiya bo'lib жатқандықтан, bu konferensiyani uyushtiruvchilarına biz Qirg'iziston musulmonlar din boshqarmasining atынан tereң razıçılık bildiremiz. Bugungi kunda biz zurriyatimizga, ümmetke, musulmonlarga bu Maturidiyaның kim ekendigin, jana qanday emgek, mehnat bulaqtарды жазғандығы aqida jatында. Biz baldarımızga öğretişimiz gerek, yetkilishimiz gerek. Imom Moturidiy tavalludining 1155 yilligi munosabati bilan joriy yilning mart oyida mamlakatimiz prezidentining qaroriga ko'ra qator vazifalar belgilangan. Qarorda Moturidiy ta'limotini butun dunyo olimlari o'rganishga qiziqish uyg'otadigan masalalar bor. Konferensiya Imom Moturidiy va uning izdoshlari ilmiy merosining islom ilmlari rivojidagi o'rni, moturidiylik ta'limotida umum insoniy qadriyatlar talqini, 21-asrda moturidiylik ta'limotining ahamiyati kabi 3 ta yo'nalishda bo'lib o'tdi. Anjuman ishtirokchilari Samarqand shahridagi diqqatga sazovor joylar, aynan Imom Moturidiy yodgorlik majmuasini ham ziyorat qildilar. Ruxsora G'ofurova, Davlat Karimov, Hudud informatsion dasturi uchun.